ta'limda markazlar faoliyati va uslubiyoti fanining predmeti va vazifasi. Mavzu rejasi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy faoliyatlar tahlili. Maktabgacha ta'limda markazlar faoliyati va uslubiyoti fanining predmeti va maqsadi. Maktabgacha ta'limda markazlar faoliyati va uslubiyoti fanining vazifalari. Maktabgacha pedagogika asosiy mutaxassislik fani sifatida. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy faoliyatlar. Bular bola huquqlari, individualligi va rivojlanish salohiyatini hisobga olish, ta'lim faoliyatida rivojlanishning barcha turlarining o'zaro aloqadorligi, bola uchun xavfsiz muhitni ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oila, mahalla va maktab bilan hamkorligi, o'yin orqali o'qitish va rivojlantirish, bola rivojlanishi va ijtimoiylashuvi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, bola sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, uning ehtiyojlarini harakatlantirish, ehtiyojlarini ham qondirish, bolaning ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash. Maktabgacha ta'limda markazlar faoliyati va uslubiyoti fanining predmeti va maqsadi. Ilk va maktabgacha yoshda bolaning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. Ilk qadam dasturi asosida bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olish bilan uning har tomonlama uyg'un holda rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish. Maktabgacha yoshda bolaning o'quv tarbiya ishlarini tashkil etishni amalga oshirish. Ilk yoshda bolaning rivojlanish masalalarida ota-onalar orasida va jamiyat, ma'naviyat va ma'rifat ishlarini tashkil etish hamda ularni amalga oshirish. Ilk yoshdagi bolalarning rivojlanish masalalarida ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikni tashkil etish va amalga oshirishdan iborat bo'ladi. Maktabgacha ta'lim faoliyatini tashkil etish tamoyillari bola huquqlari, individualligi va rivojlanish salohiyatini hisobga olish, ta'lim faoliyatida rivojlanishning barcha turlarining o'zaro aloqadorligi, bola sog'lig'ini saqlash va mustahkamlash, uning ehtiyojlarini, shu jumladan harakatlanish ehtiyojlarini, bolaning ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash, o'yin orqali o'qitish va rivojlantirish, bola rivojlanishi va ijtimoiylashuvi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, bola uchun xavfsiz muhitni ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida oila, mahalla, maktab bilan hamkorlik, milliy madaniy an'analarga qadriyatlar xususiyatini singdirishdan iborat bo'ladi. Maktabgacha ta'limda markazlar faoliyati va uslubiyot fanining vazifalari. Ilk maktabgacha yoshda bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. Ilk qadam o'quv dasturida bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olish bilan uning har tomonlama uyg'un holatda rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish. Maktabgacha yoshda bolalarning o'quv tarbiya ishlarini tashkil etish. Ilk yoshda bolaning rivojlanish masalalarida ota-onalar orasida va jamiyatda ma'naviyat va ma'rifat ishlarini tashkil etish. Ilk yoshda bolaning rivojlanish masalalarida ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikni tashkil etish va ularni amalga oshirishdan iborat bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat ta'lim dasturining qo'llanishi. Ilk qadam dastur variativ o'quv dasturini yaratishda tayanch majburiy hujjat bo'lib hisoblanadi. Ta'lim muassasasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan variativ o'quv dasturlaridan foydalanish huquqiga ega sanaladi. Ta'lim muassasasi ilk qadam dastur hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'z variativ dasturini ishlab chiqish huquqiga ega hisoblanadi. Ta'lim muassasasining o'quv dasturi ota-onalarni jalb qilish yo'li bilan ta'lim muassasasining pedagoglari tomonidan tuzib chiqiladi va qonunchilikda belgilangan talablarga mos holda tasdiqlanadi. Maktabgacha pedagogika asosiy mutaxassislik fani sifatida bo'lajak tarbiyachilarning ta'lim-tarbiya qonuniyatlari, shuningdek maktabgacha ta'limga qo'yiladigan talablar, uning tamoyillari, mazmuni, pedagogik asoslari bilan yaqindan tanishtirish. Maktabgacha pedagogika nazariyasi va amaliyoti o'ziga xos xususiyatlari, ta'limiy, tarbiyaviy jihatlari, tarbiyachining kasbiy faoliyati, bunga qo'yiladigan talablar, yosh fuqaroni tarbiyalash ishining murakkabligi, maktabgacha ta'lim yoshda bolalarning tarbiyasi rivojlanishi, maktabgacha pedagogik ilmiy tadqiqot metodlari, maktabgacha yoshda bolalarni aqliy, axloqiy, jismoniy va estetik tarbiyalashda yangi pedagogik texnologiyalar, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash, maktabgacha pedagogika tarixi, maktabgacha muassasalarni tashkil etish, unga rahbarlik qilish, O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim muassasalari tizimi, unga rahbarlik qilish va tashkil etishning zamonaviy usullari haqida bilim, tegishli ko'nik va malakalarni hosil qiladi.